Men sizni o'qimishli bo'lishingizni xohlayman. Men bo'lsa uyda o'tirishni xohlayman. Meni darsimga kelishingiz kerak edi. Sizni yo'qlamada yo'q qilib qo'ydim. Ha, bor qilsangiz bo'lardi-ku. Men yaqinda yangi mashinali bo'laman. Kim olib bermoqchi? Ha, Oyjon. Komilaxon. Sizga maslahatim, mashina haydamang. Nega ekan? Mashinalarning zaharli tutuni ekologiyani, atrof muhitni zaharlaydi-ku. Zararli. Hozir hamma o'zini o'ylaydi-ku. Shunisi yaxshimasda. Odamlarning sog'lig'ini o'ylang. Ha, iltimos, faqat men emas, boshqalar o'ylasin. Agar hamma boshqalar uchun qayg'urganda edi, Yer sayyorasida umuman jinoyatchi qolmasdi. Yaxshi odam bo'lish qiyin. Juda qiyin. Yana leksiya boshlandi.